Xonadonimiz absolyutno new class formatida qurilgan bo'lib va undan tashqari 4 ta xonadan iborat umumiy maydoni 162 kvadratdan tashkil topadi. Obzorimizni birinchi oshxonadan boshlaydigan bo'lsak, qadrli do'stlar, qisqacha obzor qilamiz. Teplый pollarimiz, elektron sistema $2,5 kirib ketgan, двойной котелimiz. Buni o'ziga $3,000 kirib ketgan va undan tashqari panoramli oyna, balkon, vitrajli qilingan. Shuni o'ziga $7,000 kirib ketgan. Morozka холодильникimiz, kullerlarimiz va undan tashqari kofe mashinka, mikrovolnovka, duxovkalarimizga 30 million so'm kirib ketgan. Bosh texnikalardan foydalanilgan va undan tashqari o'zimizning посудомоечный mashinkamiz, shuni o'ziga $1000 kirib ketgan va undan tashqari smesitel. Hammasi hozirgi zamon talabiga qarab qilingan. Двухкамерный холодильникimiz, shuni o'ziga $2,500 kirib ketgan va undan tashqari televizorimiz, buni o'zi ham $3,500 kirib ketgan va undan tashqari o'zimizning mana bunaqa dekorativniy stilda qilingan new classic formatiga tegishli elementlar ishlatilgan va eng zo'r fishkalardan biri, men eng yaxshi ko'rganlarimdan biri, vitishkadan tashqari sirkulyatsiyalar ham mavjud. Oshxonamizning qo'shimcha ma'lumotlarini aytib o'tadigan bo'lsak, qadrli do'stlar, astrologimiz mavjud, o'zini rozetkalari, $2,500lik o'zimizning mягкий mebellarimiz va har bir xonamizda bittadan konditsioner ustanovka qilingan. Xonadonimiz Gabus formatiga tegishli, umumiy maydoni boya aytganimdek 162 kvadratdan iborat eng yaxshi ko'rgan xonalarimdan biri. Zalga to'xtaladigan bo'lsa, qadrli do'stlar, pardalar qo'yilgan, kattagina konditsioner, shkafimiz, dekorativniy o'zimizning подсветка освещениyalar qo'yilgan, $5,000 kirib ketgan o'zimizning televizorimiz, Dolby Atmos, tegida atmosferniy zvuk qilingan va undan tashqari kaminlarimiz mavjud. Massajное kreslo, bu yoq tarafda krugovoy oynalarimiz, sirkulyatsiyalar qilingan, mягкий mebellarimiz, o'zimizning dekorativniy elementlarga отдельный e'tibor berasizlar. Bolajonlar xonasi juda ham pozitivni ishlangan, qadrli do'stlar, dekoratsiyalar, mana bunaqa lyustralar qo'yilgan, stilajlar va undan tashqari o'zini рабочая zonasi, bolajonlar, ya'ni aka-ukalar, opa-singillar uchun ikkita joy qilingan, pылесосlarimiz и sirkulyatsiya. Bu ikkinchi yotoqxonamiz. Hozirgi kunda svobodniy xona qilib foydalanib kelishyapti. Stroyniy mebellarimiz, двухместный divanimiz, konditsionerlar ustanovka qilingan, sirkulyatsiyalar qilingan o'rtoqlar va remontlarga to'xtaladigan bo'lsa, juda ham kreativniy yondashilgan. Родительский yotoqxonaga keldik, qadrli do'stlar. Stroyniy mebellarimiz, kattagina $3,500lik televizorimiz va undan tashqari рабочая zona, ayollarimiz eng sevgan zonalardan biri. Remontlarga, lyustra, подсветка, освещениyalarga отдельный e'tibor berasizlar. Sanuzellarimiz ikkita bo'lib, o'rtoqlar mana o'zimizning vanna formatda sanuzelimiz, ichkarida dushovoy format, ya'ni kombinatsiya qilingan va undan tashqari prashniy xonamiz va bu yerda рабочая zonamiz sensorli qilingan. Ikkinchi sanuzelimiz, ya'ni уборный xonamiz, уборныйga to'xtaladigan bo'lsa, o'zi sensorli qilingan, qadrli do'stlar. Xonadonimizning tegida barcha jihozlari bilan, qozon o'choqlari bilan yozgi oshxonamiz joylashgan va eng zo'r elementlardan, ya'ni fishkalardan biri o'ziga priлагающий, ya'ni собственный ikkita parkovkasi ham mavjud. Bunaqa manzara va yashil hududga ega kvartira hech qatdan topa olmaysizlar, qadrli do'stlar. Narxiga to'xtaladigan bo'lsa, $280,000 belgilandi. Yana sunnatiga muvofiq kelishiladigan joyi bor. Sizlarga eng zo'r, shikarni obyektlarni taqdim etishda davom etamiz. Sog' bo'linglar.